Oddiy bosh og'rig'i deb o'ylangan muammo aslida bosh miya tomirining torayishi edi. Keling ko'rib chiqamiz. Bu bosh suyagi. Bu yerda bosh miya qon tomirining bo'yalishi. Bu yerda bemorda bosh miya qon tomirida 80-90% gacha torayish, bemorni 2 oy davomida surunkali bosh og'rig'i va hattoki insult belgilari kuzatilgan. Biz buni ochmasdan, kesmasdan stent yordamida ochib qo'ydik va bemorda insult xavfi anchagina kamaydi va bosh og'riqlari ham darhol operatsiyadan so'ng kamaydi. Bosh og'rig'ini oddiy o'tib ketadi deb o'ylash noto'g'ri. Aslida bosh og'rig'i bu xavfli, jiddiy kasalliklarning belgisi bo'lishi mumkin. Sizda bosh og'rig'i qanchalik tez kuzatiladi va shifokorga murojaat qilganmisiz? Izohlarda yozib qoldiring.